Uchunaga Yunusobod Hasanboy bilasizlar. Zenitdan 1,5 kilometr Zenit bilan chiqib kelganlarda Tabraska taqalasizlar. Tabraskadan chapga ikkinchi hovuz ko'cha. Shu yerda mana 4 ta mana bunaqa oldida 3 ta, orqada bitta. Уже bitgan bular sotilib ketgan. Bitta korobkamiz qolgan. Mana proxodli mana ko'chada qilingan. Hozir ichlarini sizlarga ko'rsataman. Mana ko'chalari ham keng, bemalol. Xo'sh, mana bittadan shundoq devor tortiladi. Mana bu yoqgacha ko'rsatdik. Mana qo'shni devorgacha mana ikkita xonadan o'zib ichkarida. Mana bu yerga darvozani qo'yasizlar. Shundoq mashina qo'yadigan joy, zelyoniy zona. Xullas 2 qavat, tomlari yopilgan, 5 ta xona. Mana oshxonaning tagida podvali bor, bitta podvali bor. Hozir ichini ham qisqacha tushuntiraman. Mana kirish katta bet hol bo'lyapti. Mana bu yerga zinani qilasizlar. Tepada 3 ta xona bor. 4 ta kvarsiyali ham bo'ladi. Kelsanglar narvondan chiqib ko'rasizlar. Mana bu yerda shundoq bitta devorni olasizlar, o'rtadan bu yoqni oshxona qilasizlar. Mana bu yoqni xohlasanglar zal, xohlasanglar spalni ichida sanuzli bilan qilib yuborasizlar. Orqada havo aylanadigan, quyosh nuri tushadigan hamma narsasi bor. Pishgan qishlarda bo'lgan, bemalol kelib egalar bilan savdolashaverasizlar. Pastda egalar nomerini qo'yib beraman. Narxini 105 ming so'rashyapti. Pul zaril, tamom.